Arab mamlakatlarining birida bir 3-4 ta qizlar, dugonalar bittasiga hiyla qilishdi. Hasad qildimi yoki bir adovati bormidi, zino qildi deb turib, haligi qizga tuhmat qilishdi. Otasi qizini tekshirishlik uchun shu shifoxonaga olib bordi. Ekspertiza qiladigan odam shoshildida shu homilador ekan deb qo'ydi. Ota sodda bu yerga or, nomus degan narsa bordida qizini o'ldirib qo'ydi. Keyin qizni pokligi ma'lum bo'ldi, ammo ish o'tib bo'lgan edi. Bitta doktorni diagnozi bilan o'sha kasalni yelkalaga ilib olmanglar. U adashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi doktorda borib, ikkinchi laboratoriyada ham tekshirib ko'ringlar, uchinchisida ham tekshirib ko'ringlar. Mana shunda ham shoshilmaylik-da. Manaqa kasalingiz bor ekan desa, tamom bo'ldi, oldida haqiqatga vahiyda qoldi uni. Olib borginda nariga odamga. Umuman bunaqa kasalingiz yo'q ekan, bekor